Toshkent viloyati Qo'ychirchiq tumani Do'stobod shahrida joylashgan 7 sotixlik xonadonimiz yer hisobida sotuvga qo'yildi. Bu tomoniga tuman markazi bozorga chiqib ketiladi. Bu tomonida tuman hokimiyatiga. O'zi bu ko'cha hokimiyat ko'chasi, Amir Temur har xil. Xonadonimizga kiradigan bo'lsak, kirib yashaydigan holatda bemalol kimdir olib turib o'zini plani bo'ladigan bo'lsa, yangi imorat quraman desa, juda mos tushadi. Katta yo'lda bo'yida joylashgan. Hamma qulayliklar bor. Gaz, svet, suv hammasi bor. Kadastr dokumentlari hammasi joyida. Hozir xonadon ichlarini ham ko'rsatib o'ramiz qisqacha qilib. Kirganingizda mana bitta xonasi, bu tomonida yana bitta xonasi. Orqa tomoni qo'shni bilan o'zi zabor qilingan shlaka blokdan. Oxiri u nariga chegara qismi bu yoqda ham kadastr dokumentlari hammasi joyida. Bemalol kelib, xat hujjatlarini tekshirib, sharoitlarini o'zingiz ko'rib, sodiqsiz ozgina o'tib beradigan joyi bor. Toshkent shahariga adashmasam 55 kilometr, Food City'larga 60 yo o'tga ham 55 bo'lsa kerak. Hozirgi kunda xonadonimizga so'ralayotgan boshlang'ich narxi 29,000 AQSh dollari, yana kelishadigan joyi bor. Agar kimdir bo'lib berish taklifini qilsa, mayli hozirgi kunda boshiga 20,000 AQSh dollari berib, qolganini bo'lib berish imkoniyati ham bor. Faqat 20,000 AQSh dollari boshiga.